Главныйsi suv kirmasidan vaqtida olib kelinglar. Bu faramiz mana joydan suv kesibdi, og'zini eshitdik. Boshga tushganni ko'z ko'rar ekan akalarim. Endi bu ketmasligi uchun biz bunga tilaylarni qo'yib, shlifovka qilib, super miniga beramiz. Shaxsan akamlar o'zlari kelibdilar. Aka qalay chiqdi? Assalomu alaykum azizlarim, hammaga salom. Xullas boshga tushganni ko'z ko'rar ekan akalarim. Ozgina oxirgi payt heytlarga uchragan edik, ko'z tegdimi, boshqa bo'ldimi? Hatto lyo'qki anaqa bo'lib qoldi, DTP bo'lib qoldi. Bu barchasi hammasi dunyoning matohi, siqilmadik. Kim bo'li Xitoydan Ergash tog'am yangi mashina sanga tayyor. Timur avto kutib olib turibdilar. Okamga gap bo'lishi mumkin emas. Mehnatlariga bitta baho berib, like bosib qo'yasizlar, okajonlar. Agar shunaqa ishlar kerak bo'lsa, iminda mana shu akkauntni belgilab ketamiz. Xudo xolasa, Lettuning jamoasiga kelaverasizlar. Xitoy любой farasini, любой время, любойchasiga qilib berishadi. Главныйsi suv kirmasidan vaqtida olib kelinglar. Mana kley tushib ketgani, bu vakuumga tiqilganida qattiq o'taveradi, pastga tushib ketib qoladi. Bu holatdan qisman yo'qoldi. Agar bu singan 100% qilib qilib bo'lmaydi-yu, lekin chang kirmaganda xudo xolasa bundan ham yaxshiroq ketardi. Lekin mana ikkisi bo'lib yakini chiqarganda chiqarib qo'ydi. Mana shu holatda chiqdi. Faqat treshina ko'rinadi-yu, lekin suv kirmaydi inshaalloh. Maksimal darajada qilingan. Chang kirganiga sal reaksiya bergan ekan, boydan qisman yo'qolgan. Mana bu tekis bo'lib chiqdi.